Munisa Rizayeva bilan birga ashula aytgansiz. Baribir seni topaman, osmonlarga uchib ketsang ham. Rizayeva kadr ortida sizni ijodingizga qanday fikr bildirganlar? Albatta ijodkor yomon ko'rmaydi. Men Munisa opamni juda ham hurmat qilaman. Yo'q demaganlarga avvalo rahmat. Juda ham professional ijodkor deb hisoblayman va men uchun bu bitta yutuq. Obunachilarga jichcha xirgoya qilib berasiz. Jonginam, nega yonimda sen yo'qdirsan, topmayman, dunyoda boshqani topmayman, endi man. Rahmat sizga. Xo'jayin jamoasi O'zbekiston turizmiga a'zomi, birgalikda yuradim? Albatta 2020-21-yildan beri o'zbek turizmi bilan birga ishlaymiz. Farg'ona viloyatiga Turizm qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan Infotur, ya'ni jurnalist, blogerlar tashrif buyurdi. San'at sohasida oldinga qo'yilgan maqsadlaringiz qanaqa endi? Albatta katta. Men o'zi san'atni bolaligimdan san'at ichidaman. Aynan qo'shiq sohasi menga juda ham yoqadi, qo'shiqchilik va kelajakda shu sohada ketmoqchiman. Agar xohlasang, mamlakatda yarim boyligi hoziroq saniki bo'lishi mumkin. Rozi bo'ling. Rahmat. Kes. Ko'rishinglar.